Rossiya ketayotgan va Rossiyada ishlab yurganlar diqqatiga. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Ushbu xabar boshqalarga ham yetib borishligi uchun video ostiga bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Diqqat qiling, Rossiyada majburiy tibbiy ko'rikdan o'tishdan bo'yin tovlayotgan mehnat migrantlarini javobgarlikka tortish rejalashtirilmoqda. Bu haqda Davlat dumasi raisi Vyacheslav Volodin ma'lum qildi. Rossiyaga 3 oydan ortiq muddatga borgan xorijiy fuqarolar uchun tibbiy ko'rikdan o'tish muddati 90 kundan 30 kungacha qisqartiriladi. Tibbiy muassasalar ko'rik natijalarini Rossiya Ichki ishlar vazirligiga, yuqumli kasalliklar aniqlangan taqdirda esa Rospredibnadzorga taqdim etishi shart bo'ladi. Bu choralar qoidabuzarliklar aniqlangan hollarda migrantlarni tezkor ravishda deportatsiya qilishga qaratilgan. Tibbiy ko'rikdan o'tishdan bo'yin tovlaganlik uchun ma'muriy javobgarlik joriy etilishi rejalashtirilmoqda. Jarima solinishi va sud qarori bilan mamlakatdan chiqarib yuborish ehtimoli mavjud. Migrantlarning sog'lig'i haqidagi hujjatlarni soxtalashtirish esa jinoyat deb baholanadi. Vyacheslav Volodinning aytishicha, ushbu choralar migrantlar ustidan nazoratni kuchaytirish va jamoat xavfsizligini oshirishga qaratilgan, deyiladi xabarda.